O'rtoqlar, assalomu alaykum. Tuzamisizlar? Xo'p, bugun o'z asli meni blogim o'sha kitob yoritish, lekin bugun masalaga bitta narsa haqida aytmoqchiman. Ya'ni bu nima? Nimaga men bu mavzu haqida gapiryapman? Ana bitta avariya bo'ladi deb o'ylasam. Akalar, xullas, men 20 yoshman. Hozirgi holatda bilmadim, men sizdan kattamanmi, kichkinamanmi, lekin bitta narsa aytmoqchiman. Men o'zim duch keldim bu narsaga. Iltimos, hech qachon inson zotiga ishonmang. Hech qachon inson zotiga ishonmang, onasini aytsin. Ko'tingizga ketadi liboya hammasi o'zini foydasiga ko'radi. Men ko'p iqtiboslar o'qirdim, kitoblar o'qiyman. Mana shu orada chiqib qoladi. Endi men qachon eksperiyensimdan o'tadi, qachon men ko'zim bilan ko'raman, keyin ishonaman deb bu narsaga. Shunaqa voqea bo'ldi. O'shandan keyin men inson zotiga umuman ishonmaydigan bo'lib, mana shuni aytsin. Ishonch deganda 120 metrni uzoqdan o'tadigan bo'lib qoldim. Va men bu videoni o'zimni tiklaganimdan keyin men bu videoni olishga qaror qildim. Bilmadim, buni qanaqa tushunasiz? Balki meni gapimni olarsiz, balki olmassiz. Men 20 yoshman, aytishingiz mumkin. Sanali yoshing yetmadi, bundan-da ko'p qiyinchilik ko'rasan deyishingiz mumkin va men buni bilaman, qiyinchilik ko'rishimni. No, men bitta narsa aytishim mumkin. Men dars oldim, inson zotiga ishonmang. Qo'polroq aytganda, ko'tingizga tarif etadi. O'zingizdan bilmay qolasiz. Prosta boshqa kulib turasiz, bo'ldi. O'sha sizni kuchli tomoningiz. Boshqa gap so'z yo'q. O'zi tushundingiz degan umiddaman. Mani va xulosa chiqaring, iltimos. Inson zotiga ishonmang. Hammasi o'zini foydasini o'ylaydi. Va siz ham nima masalan? O'zingiz minus tomonlaringizni bir qilib ko'rsangiz yaxshi bo'ladi.